Motoblokda Ina markasi VMA ni sizlar bilan ishlatib ko'ramiz, qanday ishlaydi. Salarka motorli VMA motoblogi. 13 ot kuchi. Tog'amiz oldilar, ishlatib ko'ryapmiz. Panijni skorsini urib ko'ramiz hozir endi. Mana. Panijnisi bor. Panijni degani sekin yuradi. Sekin yuradi. Balotni joylarga ham zo'r. Uyga borib, haydab bir kun ikki kun ishlatib beradi, keyin olamiz. Olmaymiz. Panijni skorsi ishlayapti hozir bu. Narxini aytib o'tmaymiz. Narxini kommentga yozasizlar. Narx deb yozvorsalar, narxini yozvoramiz. Qanday ma'qul bo'ldimi bu sizga? Menga bo'ladi o'g'lim. Faqatgina bir 2 uyda haydab bersang olaman, bo'lmasa yo'q.